Bu uyimizning kirish qismi koridori. Koridorni ham ko'ryapsizlar. Shift balandligi ham baland. Uyimizning o'ng qo'lida mehmonxonasi joylashgan. Va bu tarafda bolalar yotoqxonasi. Chap tarafda spalni. Hamma xonalar razdelni joylashgan, 100 kvadrat metr maydonga ega. Bitta spalnisi, hojatxona, hammomi ham razdelni. Hammomi, hojatxonasi. Bu yer o'zining oshxonasi. O'zini ko'chaga qaragan balkoniga ega. Ro'parada Drujba, pastda metro bor, Milliy bog', Kamolon osh markazi, lokatsiya zo'r. Narxini 130 ming deb qo'yapmiz. Atrofda bunaqa narxda hali kvartira chiqqani yo'q. Tezroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib savdo qilishing mumkin.